Aziz kitobxonlar, sizlarni Axborot kutubxona markazimiz fondidan o'rin olgan iste'dodli adib Javlon Jovliyevning Qo'rqma romani bilan tanishtiramiz. Qo'rqma bu shunchaki badiiy asar emas, bu millat taqdiri, vatan muhabbati, jasorati va fidoyilik haqida hikoya qiluvchi roman. Asar o'tgan asrning 20-yillarida Germaniyada tahsil olgan, keyinchalik Sovet tuzumi tomonidan qatag'on qilingan o'zbek yigit-qizlarining porloq xotirasiga bag'ishlangan. Muallif tarixiy haqiqatni badiiy mahorat bilan uyg'unlashtirib, kitobxonni chuqur mushohadaga chorlaydi. Asarni o'qir ekansiz, millat ravnaqi uchun kurashgan insonlarning orzu-umidlari, muhabbati, iztiroblari va matonatini his qilasiz. Ba'zan insonning eng katta to'sig'i tashqi dunyo emas, balki o'z qalbidagi qo'rquvidir. Javlon Jovliyevning asari ana shu qo'rquv bilan yuzma-yuz kelishga, hayot sinovlari oldida matonat bilan turishga undaydi. Aziz kitobxon, agar siz hayotning haqiqiy qadri, jasorati va umidlarining kuchini his etishni istasangiz, ushbu kitobni albatta mutolaa qiling. Har bir o'qilgan kitob yangi fikr, yangi dunyoqarash va yangi imkoniyatlar sari qo'yilgan qadamdir. Sizni Quva tuman axborot kutubxona markazimizga taklif etamiz.